Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa borti uzunidan bo'lsin bizga Ispaniyaga shart emas deydiganlar bor edi. Mana narichida keldi, ko'rishingiz mumkin. Borti uzunidan Ispaniya 2024-yil zavodskiy propan holatlari o'ta ideal holatda keldi. Yurgan probegi 25000 km yurgan xolos. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa kimga shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, kelinglar, narichida turibdi. Yoqtirsanglar, xudo xolasa bir kunda nomingizni oformit qilib chiqarib beramiz. Mashinamiz tamojini turibdi. Avariya udari yo'q. Shu eshigida ozgina mana shu yerda kraskasi bo'lgan joyi bor ekan. Unaqa strashniy emas. Kelishini ko'rib, yoqtirishini olishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal holatda turibdi. Unaqa urinib ketmagan mashinamiz. Salonlar ham chiroyli holatda qilingan ekan. Mashinamiz mexanika. Ko'rishingiz mumkin. Euro 6 mexanika.